Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan Urganch shahrimizni zo'r to'shkasida joylashgan bir plan hovlijoyni e'tiborlaringizga havola qilaman. Sizlarga bir narsa aytib o'tamiz. Do'rimizda turgan 17-avtobus, shu yerdan az marshrut, toza marshrut aytganlar, 17-avtobus o'tadi ekan bu yerda. Местоположениeni tushuntirib o'taman sizlar. Bu toza svetofor Urdu tarafdan gelip Kriziyatdan bozor tomoniga ketadigan toza charraqasi o'tildi. Hali yaqinda paydo bo'ldi bu charraqamiz. Sal yursak Turk bozori bu. Komsomolskiy ozero yoshlar ko'li hozirgi nomi. Shu narsani hayron qoldim. 17-avtobus ish yerdan o'tadigan bo'libdi. Toza avtobuslar qo'yilgan. Местоположение четкий azizlar. Şu yerda bir joy sotib qo'yilayotir. Shuni hozir birgalikda ichana girib ko'rib chiqamiz. Bu yandan ketadigan bo'lsak, Urdu tomoniga ketiladi. Kuvayt ko'cha. Bu yon tomonimiz bozorga ketadigan yo'l azizlar. Yoshlar ko'li yonidan o'tib, bozorga o'tsa bo'ladi. İnaş ko'chaga giramiz. Bir yandan tushuntirib o'taman. Shu ko'chadan doğruga chiqadigan bo'lsak, ekstreniy больницаga boradigan yo'l chiqadi oldimizdan. Katta yo'l, ko'cha. Birinchi o'ngga hozir aylanamiz. O'ngga aylanib azizlar sotiladigan joyini oldina borib videorolikimizni davom qildiramiz. Hurmatli obunachilar, mana uyimizning old qismiga yetib keldik. Old qismidan ko'rinishi. Shu ko'chadan kirib kelamiz. Shu katta navisli joy. Aldilarni shuni chiroyli qilib, fayzli qilib o'tganlar. Aldilar bruschatkayni Yeni 13 metr ekan bu joyimizni. Ko'p yerine joy solingan deb aytdilar. Mustahkam qilib. Old qismi 2010, arka tomoni 2023-yilda qurilgan joy ekan bu. Yani navislar ham moshni, ограждениялар, ochib beklanadigan darvozalar, yerida yana tapchallar. Shu oldi qismi azizlar. Shu eshiklardan ichkariga giramiz. Su, svet, gaz hammasi soz ekan bu yerda. Undan muammo yo'q. Chunki o'zlaringiz ham ko'rib oldingizlar, shahrimizni eng yaxshi tochkalardan biri desak adashmaymiz. Girgan yerimiz yana to'g'rimizni ko'rib turibsizlar. Bu yerda katta dalon tushgan. Prixoshkalarimiz ham bu yerda yana o'rnatilgan katta qilib. Tunch ajoyib ko'cha. Shunda bir xonalarni ko'rsatib sizlarga tanishtirib boraveraman. Bu yerimizda yana qo'l yuvish uskunalar o'rnatilgan. Aytib o'tganimizdek, joyimiz hali yangi, yaqinda qurilgan. Bu yerimiz kuxnya qismi bo'ladi azizlar. Joy baland. Suv, svet, gaz narsalardan bir de muammo yo'q. Yana shuningdek ajoyib katta kuxnyasi bor ekan. Şu tomoni ya boshda ko'rgan tapchanlarimiz. Yana elde. Bu yana o'tadigan bo'lsak, bu yerimizda sanuzel, yuvinish xonasi, hojatxonasi hammasi bir yerda joylashgan. Hamma yeri 100% kafil etilgan. Pastlar ham kafil. Xullas, sanuzelni ham ko'rib oldik. Aralash ekan, karuchlarni aytib o'tadigan bo'lsak, joyimiz pishgan karuch, xom karuch, silikat aralash etib qurilgan. Endi yon tarafdagi xonalar bilan tanishib chiqamiz.
Birimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, 4 ta 6lik xona. Bizlar tashkil etgan vaqtlarimiz bir yana bemalol ayollarni zali deb bu yerda o'tirsanizlar bo'ladi ekan. Orient tomonda yana bir katta zali bor. Buni ham sal turib ko'rib o'tamiz. Bu zaldan bu yana o'tadigan bo'lsak, yana 2 ta xona bor. 4 ta 4lik xona. Bu yan tomonimizda yana bir spalnya xonasi bor. Bunun razmerlari ham 4 ta 4 ekanlar. Bu yan tomonda bog'dan sal turib ko'rib o'tamiz. Joyimizni sosteniyasi a'lo darajada desak ham adashmaymiz. Yine baland qurilgan joy. Alt qismi 2010da, arka tomoni 2023-yilda qurilgan hovli joy ekan bizda. Полноценный bir plan joy. Shunda yana ko'rib oldingizlar, 3 ta xonasi bor. Birimizni ayollar zali deb oladigan bo'lsak, arka tomonida yana bir katta zal bor, uni erkaklar zali deb olamiz. Dalani ham kattagina bemalol odam bilan o'tirib choy, bet ujin qilsangizlar bo'ladi. Потолоклар uchun chiroyli uzorlar berib remont etilgan. Remontlari свежий. Yine bir yerimizde yana bir katta zal tushgan. 4 ta salkam 9 metr zal. Erkeklar uchun mo'ljallangan. Bemalol uyingizda yubiley bo'ladimi, to'y bo'ladimi, bemalol yana hazratib ishlarida to'y tomoshalarni berib tashkillanib o'tirsangizlar bo'ladi ekan. 100% pol etilgan, mustahkam pol etilgan uy. Xullas feyzli hovli joy. Hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, bu yon tomonida yana bir shunday katta terrasasi bor. Bu yandan girib keladigan bo'lsak, qo'shimcha bu yana alohida o'zini xonalarni egabida yana yozmalarni ishlarini ko'rib chiqamiz. Boshda bog'ini o'tamiz. Oxirida shu orqa tomondagi joyni birgalikda ko'rib chiqamiz. Yana bir yerga chiqadigan bo'lsak, yana bog' qismi. Shunday bog' bor. Shoshlik pashlik pishirib bemalol bu yerda yana o'tirsangizlar bo'ladi. Bunda chiroyli shunday kaptarlar bor ekan. Kaptarlarga qarab uchirib berib, osmona lazzatlanib yurib o'tirsa bo'lar ekan. Kaptarlar chiroyli. Har xil qarodada qat yo'limiz bu yerda joylashgan. Bemalol qizdirib biladi. Xullas shunning o'zini kompaktli bog'ina ega. Yerlere güllarni ekib qo'ysangiz chiroyli qilib yana mangallarni qo'yib berib, yuqoridan ikkinchi etaj bor, bu yerdan o'tirsangiz bo'ladi. Kivinskiy planda etilgan. Xullas shunday bog'ini ega. Bizlar endi uyimizni orqa qismidagi xonalardan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bizlar shu eshiklardan ichkariga girib boramiz. Katta bir spalnya xonasi tushgan ekan. Bir yaqinda qurilgan, toza qurilgan tomoni aytib o'tdik-ku boshida. O'zini alohida bir yerda spalnyasi, bir de bir детский komnatasi bor ekan. Bu yon tomonimizda Madinning o'zini sanuzeli ham ega ekan. 100% kafillerden chiqib, chiroyli Yevropeyskiy stilda etilgan. Suv qizdirish aparatlari hammasi muhayyo. Xullas, umuman gap qilish mumkin emas. Remontlar ham ajoyib etib etilgan ekan. Xullas, 2 xo'jalik bemalol bu yerda izzat yashaydi ekan. Shuni ham hisobga olasizlar. Aziz yurtdoshlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyimiz shu edi. Joyimiz juda ham foizli. Keng etib solingan, ham toza, ham keng. Kimda kim shu joyimizga qiziqqan bo'lsa,
bemalol telefon raqamlarimiz videorolik tepasida yozib qoldiriladi. Ko'p odam qiziqib so'raydi, nima uchun sotayotir deb. Joyimizni yangi joyga ko'chish uchun sotayotir ekanlar. Ko'p odamlar qiziqdi, shuning uchun uni aytib o'tyapmiz. Videoroliklarimizni bunga like'larni bosib, bizani qo'llab-quvvatlab turasizlar deb umiddamiz. Xudo xolasa sizlarga yanada shunday fayzi, chiroyli uylarni ko'rsatib, tanishtirib borishni davom etamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.